Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Şarkı Türkistan avazının gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alamiz. Angliyalik advokat Xitoy ustidan xalqaro sudga qarshi sundi. Saudiya Arabistonida tutqun qilingan Hamdullah Valining oqibati kishini andishiga solmoqda. Katolik dunyosining diniy rahbari Papa Fransis tunji qatim Uyg'urlarni zulm uchirgan millat deb atadi. Infantino 22 komandadan Qatar sohibxonlik qiladigan Arab lo'nqisi futbol musobaqasiga qatnashadiganligini jazmlashtirdi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Sharq Turkiston sürgün hökuməti və Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatiga vakillik qilgan Angliya kishilik huquq advokati Rodney Dixon guruhi bu yil iyul oyida xalqaro jinoiy ishlar sudiga arz sunib, Xitoy doiralari sodir qilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni tekshirishni, qonunsiz qo'lga olish yoki chegaradan qo'g'lab chiqarish vositalaridan foydalanib, Kambodja va Tojikistondagi Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishga uringanligini tekshirishni talab qilgan. Advokat Rodney Dixon 23 noyabr kuni garchi xalqaro jinoiy ishlar sudi rasmiy tekshirishni qaror qilish uchun bir qancha yil vaqt sarf qilsa-mu, ammo o'zining advokatlar guruhidagilarning keyingi xizmatga to'liq ishonchi borligini bildirgan. 80 betlik arznomada Xitoy doiralarining necha millionlagan Uyg'urlarni majburiy tutib turish, keng ko'lamli majburiy emgak selish va Uyg'ur ayollarni majburiy tug'mas qilib etish, tug'ut kontroli orqali Uyg'urlarning nopusini ko'payishdan cheklash qatorliq xo'rlash qilmishlari allaburun irqiy qirg'inchilik aniqlamasiga mos kelgan. Bu arznomaga Xi Jinping o'z ichiga olgan 30 dan ortiq Xitoy amaldorining tizimiga kirgizilgan. Gollandiya Danaq shahridagi xalqaro jinoiy ishlar sudi asosan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat, urush jinoyati va tajovuzchilik jinoyat sodir qilgan kishilar ustidan arz sunish va sotlash faoliyatlarini yapardi. Xitoy mazkur sud bilan to'xtam tuzuvchi davlat bo'lmaganligi uchun bir qism jamoat fikri xalqaro qonundan foydalanib Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilgan jinoiy qilmishlarini sotlash mumkin emas deb qaragan. Biroq advokatlar guruhi yaqinqi bir ulgulik misol orqali jinoyatning muhim halqasi a'zo davlatga olib berilsa, sudning aloqador deyilgan boshqarish huquqi bo'lganligini isbotlagan. Arznomaga asoslanganda Xitoy Kambodja va Tojikistondagi Uyg'urlarni Xitoyga qaytargan. Bu ikki davlat xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi bilan to'xtam tuzuvchi davlat. Kishilik huquq advokati Rodney Dixon 23 noyabr kuni bu to'xtam tuzgan davlatlar Xitoy doiralarining chet eldagi Uyg'urlarga qaratgan harakatining nishoniga aylandi. Bizda yetarlik paket isbotlar bor. Xalqaro jinoiy ishlar sudi qatnashgan davlat zaminida bir qator harakatlar yuz berdi. Bu harakatlarning keyinida Xitoy bor. Bu qilmishlar davlat alqagan jinoyat bo'lg'achqa, mazkur sudning barliq jinoyatlarni boshqarish huquqi bor. Gerçi xalqaro jinoiy ishlar sudi sayohatchilarni cheklash yoki mulkni to'ng'itish orqali bu amaldorlarni jazolayolmasa-mu, ammo bu xalqaro tashkilotning harakati hukumatlarni o'z oldiga Xitoy o'rinlariga jazo yurgizishga undaydi degan. Hamda o'zining advokat guruhi xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining bosh taftishi Fatou Bensouda bilan aloqalashayotganligini bildirgan. Sharq Turkiston sürgün hukumatining bosh ministri, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining qo'rg'uvchisi va raisi Solih Xudoyor har qaysi davlat hukumatlarini bu arznomani qo'llashini, Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilganligini jazmlashtirish, buning uchun har xil shakldagi siyosiy besimlarni qilishga chaqirgan. Xitoy ishlar bo'yicha xalqaro parlamentlar hamkorligi 2020 yil iyun oyida demokratik davlatlarning parlament a'zolarining Xitoyga munosabatli masalalarda o'zaro hamkorlashish maqsadida qurilgan hamkorlik tashkiloti bo'lib, 9 noyabr kuni bu hamkorlikdagi 16 davlatdan 60 nafar parlament a'zolari birlikda xalqaro jinoiy ishlar sudiga Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi haqida sunilgan arzni qabul qilib tekshirishni talab qilgan. Saudiya Arabistonida turayotgan Hamdullah Vali qo'lga olingan. Egilinishcha Hamdullah Vali oshkor holda Xitoyga qarshi kuch ishlatishga chaqirgan. Shuning bilan Xitoy konsulxonasi Saudiya Arabistondan Hamdullah Valini chegaradan qo'g'lab chiqarishni talab qilgan. Islom masalasidagi ba'zi mutaxassislar hodisa sodir qilgan Uyg'urlarning hozir hokimiyat tarafidan qabul qilinmaydiganligi, ularning Xitoyga qaytarilgandan keyin oqibati ofat xarakterlik bo'lganligini bildirgan. 52 yoshlik Hamdullah Vali 4 yil ilgari Xitoydan qochib Turkiyada yashagan. Xalqaro kishilik huquq tashkiloti kishilik huquqni kuzish tashkiloti egallagan uchurga qaraganda bu yil fevral oyida Saudiya Arabistonga borgan va u yerda faoliyat boshlagan ekan. Kishilik huquqni kuzish tashkilotining tadqiqotchisi Wang Songlianning bildirishicha, Hamdullah Vali 2013-yili Xitoy tarafidan 2 qatim Sharq Turkistonni qo'lga olingan. Keyin Turkiyaga, ondan Saudiya Arabistonga qochib ketgan va nurg'un Uyg'urlarga o'xshash u yerda haj qilgan. Shundaqla o'zining bexatarligidan izchil ansirab kelgan. Ammo 20 noyabr boshqa bir Uyg'ur bilan muqaddas Makka shahrida qo'lga olingan. Hozir Saudiya Arabistonning 2-cho'ng shahri Jiddadagi turmaga qamalgan. Egilinishcha Hamdullah Valining Xitoy tarafidan nishon qilinishidagi sabab Saudiya Arabistonga kelgandan keyin ochiq oshkor nutq so'zlab Xitoy kommunistik hokimiyatini tajovuzchi deb tasvirlab, yurtdoshlarini kuch bilan qarshilashga chaqiriq qilishi bilan munosabatli bo'lib, bu so'zlar Xitoy doiralarini g'azablantirgan. Keyin Xitoyning konsulxonasi Saudiya Arabistonning Hamdullah Valini chegaradan qo'g'lab chiqarishni talab qilgan ekan.
Egilinishçe o'tgan 3 yilda Saudiya Arabiston doiralari kam deganda 5 Uyg'urni Xitoy qaytargan. Agar Hamdullah Valimi yana Xitoy qaytarilsa, oqibati ofat xarakterlik bo'ladigan hammaylanga ayon. Saudiya Arabiston musulmon dunyosida muhim rol o'ynaydi. O'tgan yili Saudiya Arabiston shahzodasi Muhammad Salman Xitoyni ziyorat qilib, Xi Jinping bilan ko'rishganda Saudiya Arabistonning bir Xitoy siyosatida qat'iy ching turdiganligini, Xitoyning davlat bexatarligini qo'g'dash uchun terrorlik qarshi turish va radikallashtirish tadbirlarini qo'llanishga huquqli ekanligini, Saudiya Arabistonning uni hurmatlab qo'llaydiganligini bildirgan. Mutaxassislar Shahzoda Muhammad Salmanning bu so'zi Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga tutgan qattiq muomalasini qo'llaganga barobar deb qaragan. Hamdullah Valining tutilib Xitoyga qaytarilish xavfi oldida muhojiratdagi Uyg'ur tashkilotlar o'zi turishliq davlatdagi Saudiya Arabiston konsuli oldida norozilik namoyishi o'tkazgan. Rim papasi Fransis o'zining yaqinda nashr qilmoqchi bo'lgan Arzu qilayli texmi go'zal kelgusiga yo'l nomli kitobida tunji qitim Xitoy kommunistik hokimiyat tarafidan ziyonkashlikka uchragan Sharq Turkiston Uyg'urlar haqida ochiq-oshkora so'z qilib, Uyg'ur musulmonlarini ziyonkashlikka uchragan deb atagan. Maqolda yana islom davlatlari ziyonkashlikka uchragan xristianlar haqida so'zlangan. Papa har soatdan chetga qilgan millatlarga diqqat qilishga chaqirib, yangi kitobning 1-bobida "Men doim zulm uchirganlarni, Rohingya xalqini, bechora Uyg'urlarni, Yazidi murtlarini o'ylayman" degan. Papa Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarini ziyonkashlikka uchragan kishilar deb atagan. Maqolada yana islom davlatlari ziyonkashlikka uchragan xristianlar haqida so'zlangan. Gerçi Papa ilgari Rohingyaliklarning Bermidan qaşqanligi va Iroq islom davlati tarafidan Yazidilarning o'ldirilganligi to'g'risida so'zlagan bo'lsa-mu, ammo bu Papaning tunji qitim Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning kishilik huquqiga oshkora ko'ngil bilib ifoda bildirishi bo'lgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, bu kitobda Fransis inglizcha biografiya yozuvchisi Austin Everig bilan hamkorlashib, yuqum oxirlashgandan keyingi barobarsizlikni tugatishga ehtiyojli bo'lgan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlar to'g'risida mulohiza yurgizgan. O'tgan oyda Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Vatikanni ziyorat bo'lganda Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasini tanqid qilib, Papaning Xitoy bilan bo'lgan piskopos tayinlashga doir kelishimini uzartirishga norozilik bildirgan. Xalqaro futbol birlashmasining raisi Gianni Infantino 22 komandaning kelar yili Qatar sohibxonlik qiladigan Arab Lonqisi futbol musobaqasiga qatnashadiganligini jazmlashtirdi. Infantino 24 noyabr kuni 2022-yillik Dunyo Lonqisi futbol musobaqasining 8 maydonining biri bo'lgan Rossel tantarbiya maydonini ziyorat qildi va nurg'un komandalarning Qatar Dunyo Lonqisi futbol musobaqasidagi ko'p maydonlarda o'tkaziladigan Arab Lonqisi qatnashadiganligini jazmlashtirganligidan xo'shalligini bildirib, Arab Lonqisi bu rayondagi 450 milliondan ortiq arabning diqqatini tortganligini, yangi mastonlarning arab dunyosi va O'rta Sharqdagi tunji Dunyo Lonqisi futbol musobaqasiga bo'lgan qiziqarlikni oshirdiganligiga ishondiganligini bildirgan. Musobaqa 2021-yil 1-dekabr kunidan 18-dekabr kunigacha o'tkazilib, 18 kun ichida 32 maydon musobaqa o'rlashtirilgan. Hal qiluvchi musobaqa Qatarning davlat bayrami, ya'ni 18-dekabr kuni o'tkazildi. Arab Lonqisi musobaqasi Qatar davlat komandasining nurg'unlagan yuqori texnikalik arab davlat komandalari bilan musobaqalashishi, texnikalik tayyorliqlarini yaxshilashi va 2020-yillik Dunyo Lonqisida eng yaxshi o'ynash uchun fursat bo'lib, arab dunyosidagi tunji Dunyo Lonqisi futbol musobaqasidan 1 yil burun top masonalarining tajribasi va sinoq tayyorligini yaxshilashdagi muhim obida bo'lib qoldi ekan. Osiyo futbolchilar birlashmasidan Qatar, Bahrayn, Iroq, Iordaniya, Kuvayt, Livan, Oman, Falastin, Saudiya Arabiston, Suriya, Arab birlashma xalifaligi va Yamandan iborat 12 komanda. Afrika futbolchilar birlashmasidan Sudan, Aljeriya, Marokash, Somali, Tunis, Komoros, Djibouti, Misr, Mauritaniya va Liviya qatorliq davlatlar qatnashadi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.